Birlikda 7 ta pomidor turib, bitta pomidorni yeb qo'ygan kelin. Kosmosga chiqqan kelin. Misrga borib ajrashib ketgan kelin. Dubayga borib Burj Xalifani ko'rmay kelgan kelin. Hamma yoq kelin mavzusi bo'lib ketibdi o'rtoqlar. Biz ham shu temaga qo'l urishga qaror qildikda 135 ming so'mga kelinlarimiz uchun mana shunaqa ko'rshapali dvoykalarimizni olib kirib qo'ydik. Buni ranglarini sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Vau, seri aralashgan qora, bu ham juda ham chiroyli turadi. Bu bilasizlar standart bo'ladi. Bemalol 54 razmergacha to'g'ri keladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Orqalarini ham shimlarni qaranglar, kilotli qilib ishlangan, ishtonlari ham, materiallari velur, buni ko'k rangi ham bor, havo rang, shunaqa asal ekan. Men qizilni kiyib oldim, o'zim yoqtirib va bu yerda tilla rang aralashgani ham bor. Shunaqa zo'r ranglardan 135 ming so'mga atigi. Shu dvoykalarimizni olib ketsanglar bo'ladi, xohlasanglar dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Hozir bitta materiali puri ham 100 ming emas-da, tikuvchiga 100 mingga tiktirsanglar 200 ming bo'lib ketadi. 135 ming so'mga tayyor kiyib olib ketinglar endi.